Aleksandr Dyuma 1802-yil 24-iyulda dunyoga keladi. Sarguzashtlarga boy tarixiy romanlari bilan nom chiqargan. Dyuma eng mashhur fransuz yozuvchilaridandir. Aleksandr Dyuma eng mashhur asarlari Uch mushketyor, Graf Monte Cristo, 20 yildan keyin, Vicomte de Bragelonne romanlaridir. Dyuma romanlari bilan birga dramalar ham yozgan. U hayoti davomida 1200 dan oshiq asar yozgan. Aleksandr Dyumaning ko'p asarlari rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Dyuma adabiy faoliyatini dramaturg sifatida boshlagan. Uning ilk asari Ov va muhabbat kichik pyesasidir. Genrix III va uning saroyi dramasi yozuvchiga muvaffaqiyat keltiradi. Dyumaning Antoni, Nel minorasi va boshqa pyesalar romantik teatr tarixidagi muhim voqeadir. 1835-yilda Dyuma birinchi tarixiy roman Izabella Bavarskayani e'lon qiladi. 19-asrning 40-yillarida ketma-ket Uch mushketyor, 20 yildan so'ng Vicomte de Bragelonne kabi tarixiy sarguzasht romanlari paydo bo'ladi. Dyuma romanlari va pyesalardan tashqari esdaliklar, yo'l ocherklar va boshqa asarlar yozgan. Parijdan Astraxongacha kitobi Rossiyaga sayohati haqida bo'ladi. Dyumaning romanlari qiziqarli, ularda hayot faol munosabat sezilib turadi. Voqealar tez rivojlanadi, qahramonlari jasur, xushchaqchaq, topqir, qiyinchiliklarni oson bartaraf qiladi va hamisha g'olib chiqadi. Dyumaning bir qator asarlari dunyoning turli mamlakatlarida ekranlashtirilgan. Graf Monte Cristo, Uch mushketyor romanlari o'zbek tilida nashr etilgan. Nel minorasi pyesasi Ajal minorasi nomi bilan o'zbek tilida sahnalashtirilgan.